Viza mana. vizalar qolib ketgan. Qolib ketgan. Skanerni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum Javohir, vizingiz bilan tabriklayman Germaniyaga. Katta rahmat. Ozgina savollar beramiz. Siz o'qish topshirayotganda qaysi davlatga topshirgandingiz boshida? Boshi UK bilan Germaniya edi asosiy. Biz Germaniyani ko'rdik. Germaniya yoqdi o'zi. Inslari, o'qishlari. Qanaqa dasturga topshirgansiz? Double degree. IT bo'yicha. Double degree bo'lgan sizda. Double degree. Ya'ni Germaniya bilan Angliyani diplomni olasiz bittada. Protsess bo'yicha qanaqa bo'ldi? Qiyinchiliklar bo'lmadi hech qanaqa? Yo'q, qiyinchilik bo'lmadi. Diplomdan keyin o'zi hammasi yaxshi ketdi. Asosan diplomingiz Asosan bitta shu muammo bo'ldi bizda. Vizangiz qancha vaqtda chiqdi? Topshirganingizdan 10 kunda chiqdi o'zi. 10 kunda oldingiz vizangizni. Finoda ishlayotgan xodimlarga yoki Finoni servisi sizga yoqdimi? Juda yoqdi. Ayniqsa Sherzod aka 1 yil davomida bizdan bilan shug'ullandingiz. Xo'p. Tavsiya qilasizmi? Da, tavsiya qilaman hammaga. Xo'p, ishlaringizga, o'qishlaringizga omad. Katta rahmat sizga ham.